boshlanishida o'sha mashhur bo'lgan kofe kokteylimizni o'zi birinchilardan bo'lib ichib ko'rishdi. Hozircha muz qo'shmay tayyorlatdi, xona haroratida. O'zi okalardan xolisona bir bahoni ishdamiz. Xush kelibsiz aka. Rahmat. Ishlaringga rivoj. Biz ham kofeli kokteylni ko'rib ichdik. Bundan buyog'iga tavsiya qilamiz. Zo'r. Haqiqatan ham biz bundan oldin lavanda, karak choylarni ichib yurardik. Endi bundan buyog'iga shuni tavsiya qilamiz. Kunlar isib qoldi. Zo'r ishlaringga omad. Haqiqiy maza qildik. Bu yog'iga faqat shundan ichib turamiz endi. Assalomu alaykum. Hozir kofeli kokteyldan ichib ko'rdik. Biz bu Abdulla choychiga azaliy klientmiz. Ishlaring juda yaxshi, sifatli, zo'r. Kofeli kokteylni ham hammaga tavsiya qilamiz. Gap bo'lishi mumkin emas, mazasi juda a'lo. Ishlaringga yanada rivoj tilaymiz. Omadlaringni berasiz. Assalomu alaykum hammalaringga. Sog'lik kofeli kokteyldan ichdik. Ta'rifga til ojiz, juda yaxshi, zo'r. Kamchilik bo'lsa, masalan, haligi doimiy klientlarda odzif deydimi? Uka, biz har kun kelganmiz, mana o'zgaribdi. Sal o'nglab qo'ysani yaxshi deb do'st odam kamchilikni eslatadi. Mayliga hammani fikrini o'tganda so'raymanki, xatolim, kamchilik bo'lsa, bexijolat aytaylik, biz o'sha ustida ishlasa, keyin doimiy klientimiz bo'ladi-da. Internet haypiga berilmasdan o'sha doimiy klient bo'lgani yaxshi.